Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyai nashriyoti. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 18-qism. Ikkinchi tema ma'arifdan bahrilanish huquqi. Yashash huquqidan keyinla turgan eng muhim huquq ma'arifdan bahrilanish huquqi bo'lib, u tunji insondan tortib inson bahramand bo'lishga tegishli huquqlarning eng oldingi qatoridan o'rin olib kelgan. Tunji inson yaratilgandan keyin Ulug' Alloh darhol o'qitish faoliyatini boshlagan. Baqara surasining 31-oyati nazarga ilinganda, mavjudlik ne'matidan keyinla ma'arif, ya'ni bilim ne'matining keldiganligini ko'ramiz. Allah Hazreti Adamni yaratgandan keyin oldi bilan uningga ilm tahsil qildirgan. Hatto bilim mavjudlikning sababiga aylangan. Ya'ni men jin va insonlarni faqat mening tunusun deb yaratdim. Raziyat surasi 56-oyat. Bu oyatni mundaq tahlil qilishga bo'ladi. Bu oyatda liya'budun uqumi tilga ilingan. Bu uqumning ma'nosi menga ibodat qilishi uchun bo'lib, mufassirlar liya'budun ifodasini liya'rifun deb sharhlagan. Liya'rifun ifodasining ma'nosi meni tonishi uchun deganlik bo'ladi. Buningdan insonning yaralishidagi sababning Allohni tunish ekanligini yakunlashga bo'ladi. Demak, inson bilish uchun yaratilgan. Shunlashqa bilim, ya'ni odamning aqlini ishiltib ishlab chiqarishga o'tish faoliyati mavjudlikdan yuqori qimmatga ega. Chunki inson bilimi yordamida o'zini taniydi, o'zini his qiladi va o'zini tushunadi. U qancha ko'p bilsa, mavjudlikdan shuncha huzurlandi, mavjudlikka qanidi va mavjudlikni beyitidi. Uchur atomlari mavjudlik binosini borliqqa keltiradigan, kishilarga odamiylikni yashitadigan negizlik omil bo'lib hisoblandi. İlahi bilim mavjudlikning, ya'ni DNA'sini hosil qilgan kuch emasmi? Jonliqlarning qurilmasidagi hujayralar va atomlarning harakati, o'zaro bog'lanishi, shundaqla ularning bir gavda sifatida xizmat qilishi ilohi bilim turining mahsuli emasmi? Acaba kishilarning bu bilim qurilmasini betish uchun qiladigan o'g'inish tirishchaligidan yuqori qimmat bo'lamdi? İlahi bilimler to'g'ri bilan o'ralgan bu tabiat kitobini tadqiq qilish, uning sirrini yeshish va uning sirlarini izdan xizmat qildirish faoliyati bo'lgan o'qitish kishi bahramand bo'lgan huquqlar ichida birinchi o'rin turishi kerak. Bu ma'arif huquqi tunji insondan tortib hozirgacha davomlashib kelgan bo'lib, u Qur'on va kishilik huquq kitobnomasida o'rin olgan. İnsonni bilimdan mahrum qilish eng cho'ng zulm. Biz buni tuvandagidek ifodalab beralaymiz. Allohga sherik keltirish gunohidan qolsalar, kishining ma'arifdan bahrilanish huquqiga to'sqinlik qilish yoki kishilarni bilimdan mahrum qoldirish eng cho'ng zulm bo'lib hisoblanadi. Bilim insonning aqli va qalbining ozuqi. Odamni necha kun och qoldirib, uni o'limga tarq qilishdanmi cho'ng bo'lgan zulm, insonning mingsini va qalbini bilimsiz tashlab qo'yishdan iborat. Yana bir tarafdan ma'arifdan bahrilanish huquqi amaliyotda aqlning huquqi bo'lib, aql eng cho'ng qimmat bo'lg'achqa, uning huquqi eng cho'ng bo'ladi. Undaqda aqlning huquqi deganlik nima ma'noni ifodlaydi? Aqlga qilingan eng cho'ng adolatsizlik uni ishlatmaslik, uni tafakkur qilishdan to'sish va bilim ishlab chiqarishni to'xtatishdan iborat. Aqlni chiniqtirish uning tabiiy huquqi hisoblanadi. Shunga o'qitish faoliyati orqali aqlni chiniqtirish kerak. Aqlning chiniqishiga kafolat qiladigan o'qitish faoliyati eng muhim huquqlarning biri bo'lishi zarur. Aqlning tafakkur qilishini to'sadigan, uni kishilab taqoq soladigan o'qitish faoliyati to'g'ri emas bo'lib, bu xil ma'arif inson uchun zulmga aylandi. Aql, tafakkur va bilim qimmat qarashi qalbimizdagi muhabbat bilan birlashganda, ular dunyoni jannatga aylantirdi. Ya'ni kishilar o'zining mingsi va qalbi bilan jannatni yaratadi. Aqlini ishlatmaydigan, tafakkur qilmaydigan, bilim yaratolmaydigan va suyalmaydigan kishilar ham jamiyatning turmushini olibirun do'zaxga aylantirgan bo'ldi. Acaba ular qaysi amallari bilan jannatga kirdi? Shunga jannatga kirish murodi o'qitish faoliyatidan ayrilolmaydi deyishga bo'ladi. Jannatga tutishadigan yo'lni ko'rsatib berguvchi Qur'on o'qu buyrug'i bilan boshlanmaganmi? Shunga o'qimagan, ilm tahsil qilmagan kishi Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan bo'ladi. Shaytonga berilgan birinchi buyruq sajda qil bo'lgan bo'lsa, insonga berilgan tunji buyruq o'qu edi.
Natijada shayton sajda qilmay Allohga osiylik qildi. Agar insonmu buyruqqa xiloflik qilsa, yana o'qimasa, Allohga osiylik qilgan bo'ldi. Şuna bilim ügenmeydigan, doğrusu aqlni işletmeydigan kişiler asiylar qatarda buludu. Ular üçün hem bu dünya hem ahiret dozaq aylangan, aylanıvatıdı ve cezmen aylandı. O'qitish faoliyati yoshlarga aqlni ishlatishni, to'g'ri tafakkur san'atini, bilimga bo'lgan ishtiyoq va muhabbatning fazilatini o'rgatish kerak. Boshqalarning do'ra sababidan aqlni ishlatishni o'rganolmagan, boshqalarning qazonib pichirilgan ideyani ishlatib o'zi tafakkur san'atiga erisholmagan, bilim egallashga g'ururlik qiladigan va o'zaro bir-birini suyish fazilatini yo'qotib qo'ygan yoshlardan yana nimani kutish mumkin? 3-tema uvalchilikqa qolg'uchilarning haqqini da'vo qilish huquqi. Qur'on sodir bo'lgan razillik to'g'risidagi xabarning yiroqlarga, ya'ni u razillik bilan munosabati yo'qlarga tarqalishini xohlamaydi. Sodir qilingan gunoh yoki jinoyatlarning sodir qilingan muhitda qilishni umid qilgan Alloh bu orqali kishilarning umidsizlikka petib qilishning oldini olgan. Hamiga qodir Alloh bu qoidani tuvandagidek belgilagan. Alloh yomonlikning ochiq oshkora sazoyi qilinishini yoqtirmaydi, ammo zulmga uchiruvchilar mustasno. Allah həmini anlab turğuchi və həmini bilgücüdür. Nisa surəsi 148-ayət. Bu ayətdən tövəndikidək mühim prinsiplarni yekunlashga bo'ldi. Birinchi, yomonliklarni oshkorlamaslik kerak. Kishilar sodir qilgan xatoliklar shu yerning o'zida qilishi, jamiyatga tarqalib ketmasligi kerak. Bu qoida taratqularning muhim tutqu prinsipi bo'lishi kerak. Jamiyatdagi razilliklarning har doim kun tartibdan o'rin olishi, munosibatsiz kishilarga bildirilishi jamiyatni umidsizlik ittirdi. Shunga hammaga qodir Alloh yuqoridagi oyatda yomonlikning oshkorlanishini yoqtirmaydiganligini bayon qilgan. Günümüzde taratqularda yaman qilmishlar va salbiy xabarlar ko'plab berildi. Natijada bu ahvol kishilarni sarosimaga soldigan umidsiz kayfiyatni paydo qildi. Jamiyatning bir qismidagi yirginishlik voqealarning taratqular orqali boshqa bo'lak qismlarga xabar qilinishi jamiyatni psixikalik sarosima qoplab, jiddiylik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Uşaq guruhlar yoki qisman qatlam munosabatlik salbiy xabarlarning butkul jamiyatga tarqalishi psixikalik jarohatlarni paydo qilib, tugmidek kichik ishlarning tezda tugidek cho'ngib ketishiga sabab bo'ladi. Ommani uzluksiz sarosimaga silish umid deb atalgan eng cho'ng qimmatga ziyon yetkazdi. Umidvorlik va umidsizlik tarafidan qatl qilingan jamiyatda razilliklar bosh ko'taradi. Jasoratning o'rnini qo'rqinchlik oladi. Mana bu sababdan taratqular salbiy xabarlarning tarqalishiga yordam qilmasligi hamda bu axborot axloqining muhim prinsipini tashkil qilishi kerak. Agar taratqular ijobiylik, yaxshilik va muvaffaqiyatni jamiyatga uzluksiz tarqatsa, jamiyatning kuchiga kuch qatgan bo'ladi. Ikkinchi, zulmga uchragan kishi o'zining haq-huquqini talab qilishi kerak. Gerçi Allah yomonliklarning yoshirilishini tashabbus qilsa-mu, ammo bir masala buning sirtida qoldirilgan, ya'ni zulm fosh qilinishi kerak. Zulmga uchraganlar o'zining haq-huquqini olish uchun zulmni fosh qilsa bo'ldi. Biz buni mazlumning o'z haq-huquqini talab qilish huquqi deb ataymiz. Agar ezilganlarga o'z huquqini talab qilish huquqi berilmasa, vaqtning o'tishiga ergishib barliq huquqlar daxli tarozga uchrab, adolat bayrog'i yer bilan yakson bo'lib ketishi jazman. Shunga adolat bayrog'ini javlon qildirmoqchi bo'lgan xalqlar zulmga uchraganlarga o'z huquqini talab qilish huquqini berishi va ularni bu fursatdan mahrum qilmasligi kerak. Zulmga uchragan odam, ya'ni haq-huquqi daxli tarozga uchragan odam bu ahvolni jamiyatga, insoniyatga shikoyat qilsa, fosh qilsa bo'ladi. Chunki bundan 14 asr ilgari Alloh bu ijozatni uning bergan. Fosh qilinmagan va to'sib olg'ili bo'lmaydigan zulm ham adolatsizlik vaqtning o'tishiga ergishib, oxirida jamiyatni xuddi qurutga o'xshash ichidan yeb tugitadi. Garchi u jamiyat ko'rinishda sog'lom to'rikka o'xshash bo'lsa-mu, zulm xuddi qurut tushgan nevilarga o'xshash chiriklashgan jamiyatlarni barliqqa keltirdi. Bir jamiyatning oliyjanob fazilatlik va madaniyatlik deb qaralishi uchun zulmga va adolatsizlikka uchraganlarning arz shikoyatlarini e'lon qilish va munosabatlik o'rinlardan hal qilish chorasi tepish fursatiga ega bo'lishi u amal qilishga tegishli eng muhim o'lcham hisoblanadi. Hujumga uchiruvchilarga zulmga uchraganligi uchun urush qilishga ruxsat qilindi. Shubhisizki, Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Haj surasi 39-oyat. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, ulug' Alloh zulmga uchragan xalqlarga hatto urush qilish huquqini bergan.
Nur surəsinin 4-cü ayətində töhmət qılınğan iffətlik ayolning huquqi daxli təruzga uchirganlikdan töhmətxo'rga 80 dərə urush jazosi berilgan. Chunki iffətlik ayolga töhmət qilish zulm qilganlik bo'ldi. Qonun bu zulmga jazo berish kerak. Mushundaq bo'lganda andin zulmga uchirganlar o'zlarining huquqining qo'g'dilganligini va antining ilib berilganligiga ishonch qila oladi. 4-cü cho'ng tema mulk huquqi. Mülk huquqi muqaddas bo'lib, barliq ilohiy dillarda o'rin olgan mülk huquqi bugunda xalqaro kishilik huquq xitobnomasiga kirgizilgan. Biz mülk huquqini shaxs va jamiyatning mülk huquqi deb ikkiga ayirib mulohiza qilamiz. Birinchi, shaxsiy mülk huquqi. Biz odatda buni bandaning haqqi deb ataymiz. Shaxsning mol-mulki daxl taruzga uchirganda qonun bu masalaga aralashib, bu huquqqa tajovuz qilguvchilarga qarshi shamshar chiqirdi. Chunki qonunning eng muhim vazifalaridan biri shaxsning mulk huquqini qo'g'dashdir. Demak, bir tarafdan qonun, yana bir tarafdan ulug' Alloh shaxsning mol-mulk huquqining muhimligiga ahamiyat berdi. Hammaga qodir Alloh bandaning haqqini tuvandagidek gavdlantirgan. Ey mo'minlar, bir-biringlarning mollarini nahaq yo'llar bilan yeb olmanglar. O'zaro rozi bo'lishib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni o'ltirmanglar. Shubhisizki, Alloh sizlarga nihoyat mehribondir. Nisa surasi 29-oyat. Shaxsning ruxsatsiz uning mol-mulklariga chiqilishga, mol-mulkini nohaq tariqada ishlatishga bo'lmaydi. Shuning diqqat qilish kerakki, oyatda roziligini elish orqali aldashga bo'ladigan kishilar nazarga ilinmagan. Boshqacha aytganda, bir odam roziligi ilingandan keyin uvalchilikqa uchratilishi mumkin, ammo bu ahvol mazkur oyat doirasiga kirmaydi. Bu oyat shaxsning roziligi bilan haq hukmi birlashtirilgan. Rozilik mol-mulkning qo'ldan chiqishida muhim o'rinda turadi. Allah shaxsning ruxsatsiz ilib berilgan savdoning yo'lliq tijorat emasligini bildirish orqali savdo-sotiqning asosiy qoidasini shaxsning roziligiga bog'lagan. Agar shaxsning ruxsatsiz, ya'ni inovatsiz ilm setim orqali savdo qilinsa, qanday bo'ladi? Hammaga qodir Alloh mazkur oyatda bu savolga mundaq javob berdi. Sen o'zingni o'ldirgan bo'lasan. Bu oyatda rozilik bo'lmagan inovatsiz savdo qilinmaslikqa buyurilish bilan birga o'zinglarni o'ldirmanglar iborasini ishlatgan. Ya'ni mol-mulk huquqi daxli taruz uchirgan yerda o'lim xavfi mavjud. Biz o'ldirish hukmini tuvandagi ma'nolarda beralaymiz. Birinchi, boshqalarning mol-mulkiga daxl taruz qilgan kishi o'zining ma'naviyatini o'ldirgan bo'ladi. Biz badanni o'ldiradigan narsani qurol deb ataydigan bo'lsak, ma'naviyatni o'ldiradigan narsani bandaning haqqini yeyish deb ataymiz. Harom luqma ma'naviy xarakteriga o'q bo'lib qadiladi. İnsanlarning mijozini chirtadigan va o'ldiradigan qurut dal harom luqma bo'lib, birovning mol-mulk huquqini tortib olish, tortib olg'uvchining ma'naviy o'limini keltirib chiqardi. Ya'ni bu o'lim go'zal axloq, oliyjanoblik va poklik fazilatning o'limiga aylandi. Go'zal axloq, oliyjanoblik va poklik o'lgan ruh aniqki bulg'angan bo'ldi. Ikkinchi, mol-mulk huquqi daxli taruzga uchirg'uvchining tajovuzchi bo'lgan o'shmanligi, dushmanligi va adovati kuchaydi. Tajovuzchining yo'lsizligi mazlumning zo'ravonlik tuyg'usini uyg'otib va ulg'aytib, oxirida qurol ilib mol-mulkini tortib olg'uvchini o'ldirishni keltirib chiqardi. Bu hodisa jamiyatdagi qonliq jidallarining asosini tashkil qiladi. Afsusnarligi shuki, bu ahvol bir tarafdan tajovuzchining o'limini keltirib chiqarsa, yana bir tarafdan mazlumning qotilga aylanishiga sabab bo'ladi. Allah yana sudchi qozilarga pora berish orqali mol-mulk huquqining daxli taruzga uchirmasligi kerakligiga alohida ahamiyat bergan. Bu haqdagi oyat mundaq: Bir-biringlarning mollarini nahaq yeb olmanglar. Bilib turib kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yeb olish uchun sudchi qozilarga pora bermanglar. Baqara surasi 188-oyat. Oldingi oyatda rozilik tilga ilingan bo'lsa, bu oyatda para tilga ilingan. Sudchilarga pora berish orqali boshqalarning mol-mulkini sud orqali tortib olish, bandaning haqqini dafsanda qilish bo'ladi. Albatta, parxo'rlik orqali erishgan mol-mulkmi mol-mulk huquqiga qilingan daxl taruz bo'ladi. Ikkinchi, jamiyatning mulk huquqi, vatan, xalqning, ya'ni millatning mulki. Uning bir qismini ilib boshqalarga ustak berish mazkur vatan yashaydigan kishilarga qilingan adolatsizlik bo'ldi. Bizning vatanimizni qo'g'dash uchun o'tagan har bir majburiyatimiz vatanning haqqini ado qilish uchundir.
Millatning birligini buzish uchun tafriqa paydo qilib, davlatning zaminini parchlashdimi cho'ng jinoyat va gunoh bo'lmaydi. Barliq davlatlar bir-birining vatan deb atilgan mulk huquqiga hurmat qilishi kerak. Davlatning butun millatga tabi har qanday mol-mulklariga nohaq iqdorchilik qilishga urinishmi, mol-mulkka tajovuz qilganlik hisoblandi. Chunki yetim bolalar va barliq fuqarolarning bu mulkda haqqi bor. Uningda ham bandining haqqi, ham millatning haqqi mavjud. Millat va davlatning mol-mulkini boshqalarga bekorga berish butkul millatga qilingan adolatsizlik hisoblandi. Shunga jamiyatning mulk huquqini qo'g'dashning muhimligini yoshlarimizga tushuntirib, bu ongni jamiyatning turli qatlamlari har qaysi bulung pushqoqlarigacha kengaytirish kerak. Amaliyat shuni isbotladiki, shaxs va jamiyatning mulk huquqining muqaddasligi xalqqa ma'rif orqali singdirilsa, ijtimoiy tangpunlikning nacharlashining qisman bo'lsa oldini olg'il bo'ldi. Qonunsiz asliha qurilmalar jamiyatning mulk huquqiga ziyon yetkazmasligi kerak. Ma'arif mol-mulk huquqiga bo'lgan hurmatni jamiyatning har qaysi qatlamlarigacha kengaytmasa, u holda bu jamiyat o'zining mol-mulk huquqini qo'g'day olmaydi. Shaxslarning mol-mulkidan jamiyatning mulkiga qadar so'zilgan butkul liniyani qo'g'dash, ulug'lash va hurmatlash to'liq muhim vazifa. Nemish qilsin, nadin topsin, qandoq tapat qilsin, qaringlar bo'lmasin degan bayonlar qaramoqqa yaxshidek tuyuladi. Ammo bu ahvol vaqtning o'tishiga ergishib, jamiyat va shaxslarning mulk huquqining bekor qilinishini keltirib chiqaradigan vaziyatni shakllantirishi mumkin. Ma'lum ma'nodan aytganda, u xil betaraflama tashabbus jamiyatning o'zini o'zi yimirishini va o'zini halok qilishini keltirib chiqarishi mumkin. Shaxs va jamiyatning mulk huquqiga ko'ngil bo'ladigan Qur'on bu huquqni qo'g'dashning yo'llarini aniq ko'rsatib bergan bo'lib, u bu masalani 1400 necha yil ilgari qonuniy asosga ega qilgan. Mulk huquqi hukmi insoniyat bilan teng mavjud bo'lgan bo'lib, ba'zi davrlarda u o'rib-odatlar bilan qo'g'dalgan bo'lsa, ba'zida zolimlarning insobi qilgan. Qur'on bu masalaga alohida ahamiyat berganlikdan uni qonun doirasiga ilib kirib, qonuniy asosga ega qilgan. Mulk huquqi oldi bilan Alloh bilan zich munosabatlikdir. Ya'ni osmonlarning va zaminning mulki Allohga mansub. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Nur surasi 42-oyat. Demak, osmon va zaminning igdorlik huquqi Allohga mansub. Qur'onning nurg'un oyatlarida o'rin olgan mol-mulk huquqi hukmi kishilarga Alloh tarafidan berilgan bo'lib, Allohning mol-mulk huquqi mutlaq bo'lsa, insonlarning mol-mulk huquqi nisbiy bo'ladi. Kishilar orasida mulk huquqi zamonga biqib qo'ldan qo'lga o'tib turadi. Ammo Allohning mol-mulk huquqi bo'lsa, mangu qo'ldan qo'lga o'tmaydi. Qur'on Allohning mol-mulk huquqini chiqish qilib turib, shaxs va jamiyatning mol-mulk huquqining muhimligini kun tartibga ilib kelgan. U ilib kelgan qonun prinsipi orqali insoniyatga shaxs va jamiyatning mulk huquqining daxli ta'rifsiz ekanligini jakarladi. Uningdan boshqa u shaxsning mol-mulk huquqini jamiyatga, jamiyatning mol-mulk huquqini shaxsga pido qilib etmay, mo'tadil yo'lni tutib mangdi. Aziz kitob anglag'uvchi do'stlar, bugungi o'qishimiz mushagacha bo'ldi. Kelasi qatimliq o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.